Yükselirimizle başlayacağız, hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge söyleyeceğimiz şeyimiz endi. Mavzu endi çisla, evvela. Çisla. 2024 yıl 1 ayının 14. günü haftaga yakşembe vatandaş. Mavzumunda Tayvan'da ötkazilgan prezident saylami oxirlashdi. Her qaysi davlatlar inkas qaytirdi. Mavzuli xabar 1 ayning 14 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvanda o'tkazilgan prezident saylami 1 ayning 13 kuni oxirlashdi. Hokimiyat beshidagi Demokratiya Taraqqiyot partiyasining muavin prezidenti navbatdagi hozir rasmiy prezident bo'lib saylandi. Jungo Tayvan Jungoning bir qismi deydi. Jungo deydiki Tayvan Jungoning bir qismi deydi. Demokratiya Taraqqiyot partiyasi Tayvan mustaqilligini qo'llaydigan muhim siyosiy partiya dedi Jungoliklar ham. Tayvan Jungoning territoriyasini tashabbus qilishni rad qildi. Masalan, Tayvan mustaqillikni qo'llaydigan partiya hokimiyat beshig'i chiqdi deydi Jungo. Endi shu hokimiyat beshig'i chiqqan hozirgi prezident bo'lib saylangan kishilar Tayvanning mustaqilligini qo'llaydigan kishilar deyilsa Jungo tarafida yoki o'zi shundoq deyilganda Tayvan Jungoning mushuning aloqador bo'lgan zamin territoriya tashabbusini rad qildi. Hozirgi bu so'zlaydigan leksimizning kirish so'zi yoki boshdagi bir abzasi deb tushuning. Masalan, Jungo Tayvan komitetining bayonotchisi Qin Binhua shanba kuni kechada bayonot e'lon qilib bunda dedi. Bu qatam Tayvanda o'tkazilgan saylam vatanni birlikka keltirishni to'sib qola olmaydi ham muqarra birlikka keltiramiz. Buni mu to'sib qola olmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Tayvanda o'tkazilgan saylam to'g'risida qo'yilgan savolga biz mustaqillikni qo'llamaymiz dedi. Biz boshda aytgandek. Mustaqillikni qo'llamaymiz dedi. Washington Tayvanda saylam boshlanishidan bir necha soat ilgari ogohlantirib bunda ko'rsatdi. Har qanday davlat saylamga aralashadigan bo'lsa, qabul qilg'ili bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken prezident Lay Ching-dening saylam g'alabasini tabriklash bilan birga Tayvan xalqining demokratik tuzum sharoitida saylam jarayonida ko'rsatgan kuchini ishga oshirish kuchini madilidi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana Amerikaning davlat siyosatini sharhladi. Tayvan bo'g'izining tinch va muqim bo'lishini umid qilamiz dedi. Hamda Tayvan bilan Beijing o'rtasida majburlash va bosim munosabati bo'lmasligini umid qilamiz dedi. Biz dedi, yana Amerika Tayvan bilan uzundan birki g'ayri rasmiy munosabatimizni davomlashtiramiz. Amerikaning bir Jungo siyosatini davomlashtiramiz. Chiroyli so'z vatandosh. Balki Jungoliklar anglashni xohlaydigan so'z. Bu yerda ortiq gap yo'q, ya kemib qolgan gap yo'q. Burungi siyosatni takrorlab kelyapti. Hech qanday xatolik yo'q, vatandosh. Endi siz biz bosh dedik-ku, Jungoning pozitsiyasi boshqacha bo'ldi. Boshqacha inkas qaytirdi dedik. Endi buni diqqat qiling, vatandosh. Jungo Tashqi ishlar ministrligi inkas qaytirib bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi Tayvan rayonida o'tkazilgan saylam to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bir Jungo prinsipiga va Amerika Jungo o'rtasida e'lon qilingan 3 parcha axborotga og'ir darajada xiloflik qildi. Ben bir davlat mahkamasining ayrim bayonotini ko'rmadim. Agar bayonot desa hozir davlat ishlar kotibi Antony Blinken e'lon qilgan bayonot, u bayonotning mazmuni hozir yuqori ko'rib o'tdi, vatandosh. Amerikaning bir Jungo siyosatini davomlashtiramiz. Tayvan bilan uzundan bir g'ayri rasmiy munosabatni davomlashtiramiz. To'qinish va bosim bu yerda paydo bo'lmasligi lozim shu.
Yani Amerika Devlet Mahkemesi'nden ayrım bayanatı ben kömedim ha. Sizler kögen bolsana qarab bakalım bu Jungo nima deydi? Hozir e'lon qilgan bayonotida Jungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotda Amerika bir Jungo prinsipiga va Amerika Jungo o'rtasida e'lon qilingan 3 parcha axborotga eg'ir darajada xiloflik qildi. Amerika taraf Tayvan rayoni bilan madaniyat, savdo munosabatlarini va boshqa g'ayriy munosabatlarni saqlab qolamiz degan va'dasiga eg'ir xiloflik qildi. İkincisi ketdimi? Tayvan mustaqilchilariga, bo'lginchilariga eg'ir signal tarqatdi. Üçüncüsü ketdimi? Jungo taraf bunga qattiq norozi bo'ldi. To'rtinchisi ketdimi? Jungo taraf qat'iy qarshi turdi. Beşincisi ketdimi? Ve Amerika taraf bilan bu to'g'rida jiddiy so'zlashdi. Oltinchisi ketdi. Bu Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisining bayonoti. Hozir ko'rdik, Davlat ishlar katibi Antony Blinken g'ayriy rasmiy munosabatni Tayvan bilan cho'nqurlashtiramiz. Amerikaning bir Jungo siyosatini davomlashtiramiz. Shundaqmi? Bir Jungo siyosatini davomlashtiramiz. Tayvan bo'g'izida besim, har qanday besim va har qanday to'qinish yuz bermaslik kerak. Tinchlik va muqimlik ishni ishga oshirish kerak. Buning uchun nima xato gap bor vatandosh? Jungo nimaga asoslanib endi xiloflik qildi Amerika buningga, xiloflik qildi Amerika uningga. Biz Amerika bilan jiddiy so'zlashimiz degan darajaga yetkidik. Hozir Amerika nima ifoda bildirdi? Birinchisi prezident Joe Biden dedi-ku, mustaqilchilarga qarshi turamiz dedi. Yana nima? Endi buningdan boshqa nima gap bor Jungoliklar talab qiladigan? Yoki Amerikaliklar 1949-yili Tayvanni shu vaqtga sabab Gomindan kelamay turibdi bir mezgil deb Tayvanni bo'sh tutmagandak. Bugün hem de Tayvanni ko'taribla apirib Jungoning beqiniga jo'g'rofiya jihatdan beqiniga apirib qo'yish kerakmi? Amerikaliklar shu qoldi endi Jungo shuni talab qilib o'tan bu mumkin emas-da. Jo'g'rofiya kenglikda Tayvanni ishtirib berib Pujanning chegara yaqinlariga qo'ndirib qo'yish bu mumkin emas-da. Hamma deydigani deb qoldi Amerika mana hozir. Prezident deb qoldi mustaqil bo'lishga qarashtiramiz dedi. Antony Blinken de bir Jungo siyosati davomlashtirdi. Nima qoldi? Nima ish qilindi qo'pollik bilan? Bu ishni tayyorlamoqchi Jungo Tashqi ishlar ministrligi va mushunda qo'pollik bilan dunyoga berayotgan signal nima? Tayvan bo'g'ziga berayotgan signal nima? Amerika tarafga berayotgan signal nima? Va davlat ichiga fuqarolarga berayotgan signal nima? Balki shu bo'lishi mumkin. Davlat ichiga fuqarolarga berayotgan signal nima ishqa demsiz vatandosh? G'albi qilinmadi-da. Tayvanda saylamga 300 milliard yuan pul xarjlab g'alba qilinmadi-da vatandosh. Başta biz nazariyimizda nima dedik? Tayvanda siyosiy partiyalarni ko'z qarashi maydoni o'tirg'i chiqdi. Masalan, Gomindan Huyi dediki, biz uzun muddatlik Jungo bilan birlashishdan iborat bu yo'lda menishimiz kerak. Masalan, Fuqarolar partiyasining prezident nomzodi ko'pincha nima dedi? Tayvan Jungo bir oila dedi. Bu ko'z qarashlarga yoki xolos holda hozir bu saylam davrida emas, saylam davri kirishdan avvalgi bir vaqtlarda, qaysi bir vaqtlarda Leyching Dena degan shior faqat ber. Tayvan dunyoga yuzlanish kerak. Cho'ng gap yo'q. Taraqqiy qilayotgan dunyo, taraqqiy qilayotgan millat va taraqqiy qilmayotgan millatlarni dunyoga yuzlanishni orzu qildi. Bu gapdan cho'ng chataq yo'q. Nima ish Jungoning pozitsiyasi mushu darajada o'tirishdi. Masalan, Angliya Cameron ifoda bildirdi. Tayvan bilan Jungo o'rtasidagi ixtiloflarni tinch yo'lda hal qilish lozim. Masalan, Yaponiya tashqi ishlar ministrligi ifoda bildirdi. Saylam o'ngishli o'tdi, tabriklaymiz. Prezident bo'lib saylanganlar uchun deni tabriklaymiz. Yaponiya uchun aytganda Tayvan sherikimiz va bizning do'stimiz dedi. Chegada vatandosh. Hammasining ifodasi normal diplomatiya doirasidagi emasdan Jungo bilan bo'lgan diplomatiya doirasidagi so'z iboralarni boshqa davlatlar o'xshashli takrorladi vatandosh. Buning ichida faqat Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar
Bayanat Zakharova neme deydi dese Tayvan bu Cungo'nun zemini dedim baş boldu aşım boldu. Rusya Cungo münasebetini aytkanda belki Cungolukni hoş kıldıgan bir söz man muşum boldu degen gep atamdaş. Fransiya devlet başlığı, yak parlament başlığı Yel Brompevit şunda dedi ki mesela ikiz fikir sahnesi dışında dedi ki biz Leyçing'de Tayvan'da prezident bolup saylanganligini tebrikleyimiz ve bunu qoğduşumuz gerek. Tayvan boğazın teştiğini qoğduşumuz gerek dedi. Mesela Koriya agınıtlığı nem dedi. Bizden Tayvan qaratqa meydanımız özgermeydi dedi. Mesela Germaniya Taşqı İşler Ministerliği nem dedi. Tayvan'da prezident bolup saylangan Leyçing'de efendini tebrikleyimiz dedi. Germaniya bilen Tayvan'ın oturusunda çoğunqur münasebet var. Mesela soda ticaret münasebeti. Biz bu münasebetni bir Cungo siyasetimiz içinde ramkisi içinde terakki kıldırmıyoruz dedi. Mesela Amerika'da mutaxassisler ve Amerika'da yaşavatkan Tayvanlık muhaciretdeki adamlar nime dedi? Saylamlar inak ötti, oңuşluk ötti. Amerika avazı ilhat yollap mında köset. Bu Tayvan demokratiyasının galbisi. Yani Cungo cemiyeti Cungo'nun besimi asıda evrişimlik. Bu digellik Cungo besim kılıvadı da Tayvan'a. Lakin Tayvan çöçüp ketkini yok. Tayvan korkup ketkini yok. Tayvan kaynığı yanğını yok. Muşu besim içinde demokratiyanın evrişimlik haletini. Yaki evrişim bulalaydıgan alaydıligini gövdlendirip Tayvan'da besim asıda saylam ötküzüp tinç yol bilen ahırkı galba mesela Leyçing'de prezident kep saylap çıkıştan ibaret bu galbiga erişti dedi. Bırak endi Reuters birinci ayının 13-cü gün ilan kılgan haberide endi bunun da bir gepler başkaça. Hem de agentlik, o haber agentliği ya kanunluk devlet organı emez ve ya Taşqı İşler Ministerliği emez. Yani Reuters bir agentlik endi. O nime dedi demem siz vatandaşlar. Reuters agentliği mundaq dedi. Tayvan halkı Cungo'nun harbiy tehdidi aslida yanılı Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining nomzodini o'ttirg'i chiqarib prezident qilib sayladi. Tayvanda prezident bo'lib saylangan Leyçing'de rahbarligidagi Tayvan Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi Tayvanning mustaqil bo'lishini tashabbus qiladigan Cungo'ning territoriya tashabbusini rad qiladigan partiyadir. Tushundingizmi? Reuters agentliği özünün xabarda şimdi axtidi Tayvanda saylangan prezident Leyçing'di ve o mensip bolgan partiya Tayvanning mustaqilligini tashabbus qiladigan aksicha Cungo'nun Tayvanga qaratgan territoriya talaplarini ve tashabbuslarini rad qiladigan partiyadir. Bugungi leksiyalarimiz shunchalik hurmatli vatandosh.